siz Kanadaga viza olmoqchimisiz? Unda men sizga bir tonki joyini tushuntirib o'taman. Kanadaga anketaga kirgizilayotganda hamma hujjatlaringizni, hamma danlilaringizni to'g'ri kirgizishingiz kerak va finansiy taraflarni ham kartalaringizni oborotigacha ko'rsatib bera olishingiz kerak. Va keyin insho yoziladi, ya'ni plan поездки degan narsa bor. Ko'pchiligi nimaga отказ qilyapti? Chunki ko'pchilik ChatGPT orqali bu narsani qilyapti. A kanadskiy konsullar ham искусственный intellekt nimaligini biladi va shunga qarab, ya'ni sun'iy intellektga qarab, ular ham o'sha bilyapti, что siz turizmga ketmayapsiz. Chunki turizmga ketadigan odam o'zini tilida, kerakli joylarni insoniy tilda, ya'ni sun'iy intellekt tilini aralashtirmasdan yoziladi. Ana unda dokumentlaringiz albatta sizni ko'rib chiqadigan va vizaga imkoniyatingiz yuqori darajada bo'lishi mumkin. Chunki bir narsani aytib o'taman, xo'j viza istoriya qiling, xo'j boshqa narsa qiling, zo'r qilib turib, mana shu aytib o'tgan kerakli joylarimni ozgincha noto'g'ri qilib qo'ysangiz, ularingiz bir tim bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun afsuslanmaslikdan taqdir videolarimni ko'rib, maslahatlarimni inobatga oling. Hammaga rahmat, yoqqan bo'lsa like, kommentariy yozinglar va sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.